Keyingi misolimiz A1 kataklar blogi berilgan. Demak, blogda ushbu formulalar va ushbu raqamli qiymatlar berilgan. A2 katakchalar blogi asosida doiraviy diagramma hosil qilingan. Ushbu diagrammaning eng katta bo'lagi foizidan eng kichik bo'lagi foizining musbat ayirmasini toping debdi. E'tibor qarating. Bu yerda bizga nima deyapti? Eng katta bo'lagi va eng kichik bo'lagining musbat ayirmasini toping deyapti. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda biz hozir barcha qiymatlarni topib chiqishimiz kerak. A2, B2, C2 hamda D2 kataklarning qiymatlarini. Demak, A2 ni olaylik. A2 teng bo'lsin. 6 ko'paytirgan целые D1 A1 degan. Целые D1 A1 desa, bu D1 ni A1 ga bo'lamiz, daniga butun qismini olamiz. Int funksiyasi. Qoldiqli bo'yicha tushuntirgan int funksiyamiz borki, o'sha shu целые degani shu. 8 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 2 marta bo'ladi. 2 ni olamiz. Bu ham teng 12 bo'ladi. Keyingisi B2 katagimiz. B2 katakchamiz nimaga teng bo'ladi? Koren bu ildiz. C1 qo'shilgan D1. C1imiz 8 ga, D1imiz ham 8 ga teng. 8 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 16 bo'ladi. 16 dan ildiz chiqaradigan bo'lsak 4. Qo'shyapti B1 ga. Demak, qo'shyapti 6 ga. Bu ham teng 10 bo'ladi. Keyingi katakchamiz C2 katakchamizni qiymatini topamiz. Demak, Pister. Pister degani bu berilgan. Mana birdan boshlab deyapti, bitta belgi qilib ol degan. Birinchi B1 ni C1 ga ko'paytiramiz. Mana B1 ni 6 ni 8 ga ko'paytiramiz, 48 bo'ladi. 48 dan birinchi, ya'ni birinchi bo'lgan 4 ni 40 oladi. Mana bunda boshlaydi Pister mana. 4 1 48 1 1 bo'ladigan bo'lsa, mana shu birinchini 40 oladi. Birinchidan boshlab bitta 40 deyapti. Birinchidan boshlab bitta 40 deyapti. Demak, birinchidan boshlab bittani 40 oladi. O'shaning uchun bu 4 bo'ladi. D2 katakchamizni topib olamiz endi. D2 katakchamiz. B1 ga D1 ni qo'sh, 6 ga 8 ni qo'sh. 6 qo'shilgan 8 barobar 14 bo'ladi. Bo'ldi, mana qiymatlarni oldik. Qiymatlarni olganimizdan keyin nima qilamiz? Biz mana shuni qiymatlarni barchasini 100% deb olamiz. Mana shu qiymatlarni barchasini 100% deb olamiz. Har bir katakchani foizini topib olishimiz kerak. Boshladik. 12 qo'shilgan 10 qo'shilgan 4 qo'shilgan 14 teng 100% ga. 100% ga teng bu. Mana bundoq. Xuddi mana shuni bo'ladi. Agar shu 100% bo'ladigan bo'lsa, biz 1% ni topishimiz kerak. 1% nechiga teng? 1% x. Demak, yuqorini qo'shib chiqamiz. Qo'shib chiqadigan bo'lsak 12, 10, 22, 26, 30, 40 ekan. Demak, 40x proporsiyada 40x teng 100 ga. Demak, bu bilan bu ketadi. X teng bo'ladi 4 dan 10 ga. Endi har bir katakcha necha foizligini topib olamiz. Demak, 1 14 dan 10% ekan. Endi 12 necha foiz chiqadi? Ana buni topamiz birinchi. A2 katakchani topamiz. Xo'sh, mana bu yerdan yozaylik endi. Qiymatlarni A2 ni topamiz. Topish uchun nima qilamiz biz? Buni foizini topishimiz uchun ko'paytirib chiqamiz, bo'ldi. 12 ko'paytirilgan 4 dan 10 teng bo'ladi. Demak, bu bilan bu ketadigan bo'lsa, bu yerda 3 qoladi. Bu 30 bo'ladi. Demak, ana bu 30% ekan. A2
katakchamiz 30% ekan. Endi B2 topamiz. B2 teng 10 ko'paytirilgan 4 dan 10. Bu ham teng bo'ladi. Nechi foiz bo'ladi? 100 bo'ladigan bo'lsa, mana 10 ni 10 ga ko'paytiramiz. 100, 100 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsa 25 bo'ladi. Bu 25% ga teng ekan. Keyingisi sekin topamiz. S2 teng, demak 4 ko'paytirilgan 4 dan 10. Bu ham teng 10. Bu 10% ekan. Bu 10% ekan. Va oxirgisini topib olamiz. D2 ni. D2 teng 14 ko'paytirilgan 4 dan 10. Bu ham teng bo'ladi. Demak 14 10 ga ko'paytirilgan 140 bo'ladi. Buni 4 ga bo'lamiz. Buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 35 bo'ladi. 35 bo'ldi. Demak bu 35% ekan. Endi bizda shartda aytyapti, eng kattasidan eng kichigini ayiring deyapti. Biz mana bu 35 dan mana bu 10 ni ayiramiz. 35 ayrilgan 10 teng bo'ladi 25% bo'ladi. Javob 25% ekan. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi.